Lilit, qora oy, vasvasalar va o'tmish soyalari ko'radir. Lilit haqida ko'p afsonalar bor. Asosiylardan biri qadimiy rivoyatlar, Vedik bilimlarga ko'ra, Lilit odam atoning ilk ayoli, ya'ni birinchi ayoli. U olovdan yaratilgan. U juda mag'rur bo'lib, o'zini hamma narsada teng ko'rgan va bo'ysunishni xohlamagan. O'zining itoatsiz fe'l-atvori tufayli u Edamni, ya'ni jannat bog'larini tark etgan va ayollik energiyasining qorong'u tomoniga aylangan. O'shandan beri Lilit qalbimizning qoidalarini rad etadigan, har qanday badal evaziga erkinlikni istaydigan va kuchli nafsga beriluvchi qismini anglatadi. Tashqi ko'rinishi: Lilit sovuq va o'tkir nigohli, dahshatli darajada go'zal, ayol qiyofasida namoyon bo'ladi. Uning terisi tuman ichidagi oy nuridek oppoq, sochlari esa tun kabi qop-qora. U qora va tanaga yopishgan kiyimlar kiyadi. Ko'pincha ilon yoki tungi qush bilan bog'lanadi. Undan insonni ham o'ziga tortuvchi, ham qo'rqituvchi kuchli magnetizm taraladi. Uning asosiy vazifasi va sinovi: Lilit bizning ichki provokatorimiz. U Mars va boshqalar kabi jismoniy jazolamaydi. U qalbimizning pokligini tekshiradi. U insonning eng zaif nuqtalariga zarba beradi. Bu hokimiyatga bo'lgan hirs, nopok pullar, taqiqlangan sevgi yoki kibr bo'lishi mumkin. Uning sinovi bu vasvasadir. U senga buni ol, senga mumkin, hech kim bilmaydi. Sen qoidalardan ustunsan. Biron kun sendan bu ishlaring uchun so'roq bo'lsa ham, axir senda yetarli darajada bahonalar bor. Axir o'zingdan o'zing qilmayapsan-ku. Axir majbur bo'lyapsan-ku. Ha, bu taqiqlangan, lekin sen axir majbur bo'lyapsan. Buni o'sha vaqtda tushuntirasan, deb ichki ovoz orqali pichirlaydi. Hayotda qanday namoyon bo'ladi? Vasvasa. U inson istagan narsasini aldov yoki axloqsiz yo'llar bilan bo'lsa ham qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni yuzaga keltiradi. Haqiqatni buzib ko'rsatish. Lilit ta'siridagi inson yomonlik yo'q joyda ham yomonlikni ko'ra boshlaydi. Yoki o'zining eng past qilmishlarini ham bu erkin tanlov deb oqlaydi. Mukkasidan ketish u insonni biror g'oya yoki nafsiga qul qilib qo'yadi va bu oxir oqibat o'z-o'zini vayron qilishga olib keladi. Agar inson vasvasaga uchrasa, ya'ni Lilit tomonidan jazo, uning salomi shudir. Agar inson Lilit yo'lini, ya'ni xudbinlik, xiyonat, kibrni tanlasa, u ruhiy xotirjamlikni tortib oladi. Hayot o'ngingdagi dahshatli tushga aylanadi. Hamma narsa kulrang bo'lib ko'rinadi. Yaqinlar esa dushmanga aylanadi. U insonni butunlay ruhiy bo'shliqqa yetaklaydi. Nimalarni yoqtiradi? O'zining kamchiliklarini, ya'ni har bir insonning o'zini soyalarini ko'ra oladigan va ular o'zini boshqarishga yo'l qo'ymaydigan ongli insonlarni. O'z-o'ziga nisbatan halollikni. Nimalarni yoqtirmaydi? Ruhiy ko'rlikni va o'zining pastkashligini, sharoit shunaqa edi deb o'zini o'zi oqlaydiganlarni. Lilit shuningdek sukub hamda inkublarni boshqaruvchisidir. Agar hayotingizda dahshatli, yomon, zinokor tushlarni ko'radigan bo'lsangiz, bilingki, Lilit sizning qora tomoningizda faol qatnashmoqdadir va imkon qadar bu holatingizni energetik tozalashga harakatlaning. Shu rolikni o'zida Selena haqida ham gapirib o'tmoqchiman. Selena bu oq oy, ya'ni Lilit qora oy bo'lsa, Selena bu oq oy. Selena nur kuratori va bizning farishta himoyachimizdir. Uning tashqi ko'rinishi, Selenaning tashqi ko'rinishi osmoniy poklik va xotirjamlik timsolidir. U oppoq nur sochuvchi libos kiygan, go'zal qiz qiyofasida namoyon bo'ladi. Undan mayin, oltin firuza rangdagi nur taraladi. Uning yuzi hamisha xotirjam, nigohi esa cheksiz mehr va shafqatga to'ladir. U ko'pincha qo'lida haqiqatning so'nmas chirog'ini tutib turgan farishta yoki mehribon pari siymosida tasvirlanadi. U paydo bo'lgan joyda qo'rquv yo'qoladi va uyg'unlik qaror topadi. Vazifasi va yordami. Selena bu bizning yorug' karmamizdir. U ko'plab hayotlar davomida to'plagan ezgu amallarimizni ko'rsatadi. Uning asosiy vazifasi bizni yiqilishdan asrash va Alloh yo'liga yo'naltirishdir. Agar Lilit vasvasaga solsa, Selena umid beradi va eng qiyin vaziyatdan chiqish yo'lini ko'rsatadi. Hayotda qanday namoyon bo'ladi? Himoya. Selenasi kuchli bo'lgan insonning omadi chopadi. U go'yo suvdan quruq chiqadi. Falokatlar va yovuz odamlar uni chetlab o'tadi. Vijdon ovozi. U inson ichidagi sokin ovoz bo'lib, to'g'ri yo'l tut, yordam ber, kechir, Allohni unutma. Qo'y, 5 daqiqalik havas deya umringni barbod qilma. Oxiratingni yondirma. Qo'y, u yomonlik qilsa ham sen yomonlik qilma. Sen yaxshi bo'l. Har kim o'zi uchun javob beradi. Yomonlik qilib oxiratingni yondirma deya ichki ovoz orqali pichirlab turadi. G'oyibona yordam. Eng og'ir damda insonga kutilmaganda notanish odamlardan yordam keladi yoki vaziyat mo'jizaviy tarzda uning foydasiga hal bo'ladi. Har qanday noxushliklar bo'lsa-da, eng oxirida inson qandaydir bir holatlar orqali yuqorida aytganimdek suvdan quruq chiqib qoladi.
ya'ni omadi birdan eng oxirida kelib qoladi. U insonni qanday tekshiradi? Selenaning sinovi eng nafis sinovdir. Bu beg'arazlik, ya'ni xolislik sinovi. Agar qilgan yaxshiligingni hech kim bilmasa ham uni bajaraverasanmi? Evaziga hech narsa talab qilmay dushmaningni kechira olasanmi? U mehr va shukronalik qonunlari bilan yashaydiganlarni qo'llab-quvvatlaydi. Agar sen yaxshilik qilsang-yu, qilgan yaxshiliging o'zingni bilganingcha qolsa, barchaga ovoza qilmasang va bu yaxshiliging darhaqiqat ezgulikli bo'lsa, Selena hamisha seni qo'llaydi. Insonlarga nima beradi? Mukofoti. Qilgan yaxshiligingni aslo eslatmaysan, hatto o'zing ham eslamaysan. Qilgan yaxshiligingni Alloh ko'rganini o'zi yetarlidir, deydi u. Insonlarga nima beradi? Mukofoti. U pul yoki mansabga bog'liq bo'lmagan ichki baxtni beradi. Bunday insonlarning yonida boshqalar ham o'zini issiq va xotirjam his qiladi. Selena insonning haqiqiy qismatiga, ya'ni vazifalariga va ruhiy yuksalishiga yo'l ochadi. Nimalarni yoqtiradi? Lilit rahim shafqat, ibodat va samimiy yaxshilikni, beg'araz yordam va niyatlarning pokligini. Nimalarni yoqtirmaydi? Shafqatsizlik, hasad va inson ongli ravishda zulmat yo'lini tanlashini. Davomi keyingi qismda.